Assalomu alaykum qadrdonlar, kanalimiz a'zolari. 24-aprel 2025-yil yana bir laboga mana ko'ribsizlar, chiroyli bo'lgan tunkashibkani bo'ldik. Laboyimiz egalari Farg'ona viloyati Bo'yda tuman Yangiqo'rg'on shaharchasidan kelibdilar. Laboni hamma joylari shunday zalatsa, penaplekslar, konteyner pollari va poliga rezinkalari qo'yilgan. Hop, mana bu laboyimiz esa faqatgina anaqa sondiqcha uchun kelibdilar. Bu sondiqcha alohida qo'yiladi, bu yoniga tushadi. Arqon, aglishital, arqon nimalarda, ключlarda solgani bo'ladi. Mana sizlarga bir yo'la ochib ko'rsatib beraman. Mana shu holatda bo'ladi, ko'raverasizlar. Kalitda qulflansa shu narsa bosilmaydi. Hop, rezinkalar ham alohida sotiladi. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumani Bordon qishlog'ida. 1 soat ichida chiroyli o'rnashtirib beramiz. Ishlarimiz yoqsa like bosib, do'stlar yaqinlariga jo'natib qo'yaverasizlar. Kamchiliklarni bemalol kommentariy yozib qo'yishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Murojaat uchun mana shu ekrandagi nomerlarga bemalol telefon qilishingiz mumkin. 24 soat aloqadamiz. Manzil Farg'ona viloyati Bag'dod tumani Bordon qishlog'i, svetofor yonida. Sog' bo'linglar.